Bolalikdagi orzularimdan biri ushalib, muddatli harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi kelgan kun hamon yodimda. Bu mendek oddiy bir yigitga davlatimiz tomonidan bildirilgan katta ishonch. Qolaversa, yigitlar safiga qo'shilishim, kelajakdagi orzularimdan yana biri bo'lgan harbiylik kasbini egallashim uchun berilgan bir yo'llanma edi aslida. Qasamlarning eng ulug'i va muqaddasi bo'lgan vatanga qasamyod qabul qilgan onimda ham qaddim bulutlar qadar yuksalib, dilim emas, yuragim so'zlagandek edi go'yo. Endi men vatan himoyachisiman. Bu so'zlarni ayniqsa davlat chegarasida turib, uning tuproqlarida qadam ba qadam yurib aytishning sururi o'zgacha ekan. Chunki ayni shu lahzalarda bor vujuding bilan ortingda turgan yurtdoshlaring va yaqinlaring tinchligini asrash uchun metin bir qalqonga aylanib borayotganingni ichingdan his etasan va yuragingni mislsiz shijoatga, mardlikka to'ldirayotgan ana shu tuyg'ular og'ushida olg'a qadam tashlayverasan. Biz jonajon o'lkamizning tog'lari-yu cho'llarida, daryosi-yu ko'llarida, kunduzlari quyoshining otashin tafti, tunlari esa oy yog'dusida davlat chegarasi daxlsizligini ta'minlayotgan askar o'g'lonlarmiz.